17 millionga kiritomoqchimisiz? Parranda sohasi bo'yicha tajribangiz bo'lsa, parrandachilikda har xil o'zgarish injiqliklari bor. Shulardan xabaringiz bo'lsa, shularga tayyor tursiz. 17 millionga kiritimiz hozir mavjud, bizda bor. Shu praskizga o'tkazib beramiz. Bizda agentimiz taniysa, Akramjon aka, sizlarda bildirgan hokim yordamchilaring Jasurbek. Ha? Hozir pastga tushganingizda Akramjon aka siz ham ketmay turasiz, Safar ham ketmay turadi. Sizlarning ishlaringizni teppa-teng bitirib yo bir tomonga hal qilib, ko'chirib keyin ketishadi. Bilalash. Oba, siz nima bu bo'yicha murojaat qilib kelasiz? Siz sherikmi? Ha. Ya bularning 17 millionlik kredit. Akramjon aka, endi Parrandachilik bo'yicha siz ham parrandachilikka 17 millionlik shu o'zini o'zi band qilgan holatda olib to'g'risini rivojlantiramiz parrandachilikni. yaxshi, hamma parrandachi. Prezident hozir anaqa deyapti-yu, to'q boqyaptilar. Shu to'q boqamizda xudo xolasa xazinani bir Prezidentimizga labbali javob berasizmi? xolasa.